Xurrak oddiy ovoz emas, yengil o'lim sababi bo'lishi mumkin. Xurrak yuqori nafas yo'llaridan havoni siqilib o'tishi natijasida yuzaga keladi. Bu holatda nafas bir necha soniyaga to'xtashi ham mumkin va bu meditsinada apnoe deyiladi. Va bundan keyin yurak nagruzkada ishlaydi. Qon bosimi oshadi va miyaga kislorod yetib borishi qiyinlashadi. Miyaga kislorod yetib bormagan sabab inson ertalab turganda o'zini charchagan his qiladi va uyquga to'ymagan bo'ladi. Agarda inson bu narsaga befarqlik bilan qarasa va bu holat tez qaytalansa, infarkt va insult kabi holatlar kuzatilishi mumkin va bu o'z navbatida o'limga ham olib keladi. Xurrakning sababi ortiqcha vazn, qandli diabet va markaziy nerv sistemalari kasalliklarida ham kuzatilishi mumkin. Agar xurrak yuqori belgilar bilan turmush tarzingizga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa va siz bundan qutulishni xohlasak, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va meni konsultatsiyamga yoziring.